Butun dunyo diqqat markazida bo'lib kelayotgan Buxoro Biennalesi doirasida yaratilgan art installyatsiyalar mahalliy va xorijiy sayyohlar hayratiga sazovor bo'lmoqda. Mazkur san'at bayramida ilk bor Jidda shahridagi Islom san'at Biennalesida taqdimot qilingan Al-Musalla loyihasi ham madaniy tadbirga o'zgacha ruh bag'ishlamoqda. Navbatdagi lavhamizda ushbu noyob asarning o'ziga xos ahamiyati haqida so'z boradi. İlk bor 2025 yil yanvarida Saudiya Arabistonining Jidda shahrida Qirol Abdulaziz xalqaro aeroportining g'arbiy Haj terminalida, ya'ni Islom san'at Biennalesida namoyish etilgan Al-Musalla loyihasi hozirda Buxorodagi san'at festivalini bezagan. Everything is wonderful, really. Hammasi ajoyib, odamlar samimiy va juda xushmuomala. Mamlakatni qayta kashf etdim. Har bir asarda katta ma'no mujassam. Ularni kuzatib turib, kishi ruhiyati taskin topadi. Oddiy buyumlardan murakkab asar yaratish san'atning jozibasini yanada oshirgan. Har bir ko'rganim men uchun uzoq vaqt hayolimga muhrlandi deb ayta olaman. Bugun Buxoroning madaniy markazida Masjidi Kalon yonginasida joylashtirilgan loyiha ko'hna kentga tashrif buyuruvchilarning eng qiziq manzillaridan biriga aylandi. Для начала я подумала, что это какой-то лабиринт такой. Men avvaliga o'zimni qandaydir labirintga tushib qolgandek his qildim. Ha, bu juda g'ayrioddiy inshoot va uni bunyod etilishida aynan xurmo daraxti po'stloqlari va yaproqlaridan foydalanishgani yanada qiziq. Bunda to'qish hunarining zamonaviylik asosidagi texnologiyalarini ko'rish mumkin. Biz Qozog'istondan oilaviy keldik. Barcha installyatsiyalar orasida menga Al-Musalla judayam yoqdi. Men bo'lajak rassom sifatida Buxoro Biennalesidagi bu kabi san'at namunalarini hayrat bilan kuzatyapman. Kelgusida o'zim uchun yangicha yo'nalishlarni kashf qildim. Umuman olganda, men Ertaknamo shaharda yurgandekman. Bir so'z bilan Buxoro Biennalesi ana shunday yuqori darajada rang-barang jarayonlarga boy tarzda davom etmoqda. Siz Fakt 24 informatsion dasturi bilan tanishdingiz. O'zbekiston 24 telekanalidan yiroqlashmang deymiz.